Hurmatli obunachilar, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozoridan sizlarga qo'zilar narxlarini tanishtirishda davom etamiz. Bugun 5-mart 2026-yil hafta kunida payshanba. Biz sizlar bilan qo'zilar narxlarini ko'rsatishda davom etamiz. Bobo, bu qo'zilar necha puldan bo'ldi savdosi? Savdosi 2800 dan. 2008 mana bu bo'ldi. Bu nimadi? Qo'chqor. Qo'chqor. Shunisi bu. Qolganlarichi? 1.600.000. 1.600.000. 1.800.000. 1.800 qo'zi, ana bu urg'ochisi, sovg'achasi mana shu qishloqchasiga qarab narx bo'lyapti mana savdosi, holatiga qarab. Bobo, bular qanchadan bo'ladi? Ulardan uchtasini 26 dan deyapman. Uchtasini 2600 dan deyapsiz. 28 deyapman. Uchtasini 2600 dan deyilyapti, mana bu 2800. Bozor necha chiqildi narx? Savdosi bo'ldimi, savdosi? 9.5 so'rayapti, 9.5 hammasi. Hammasini bir joyda 9.5 million so'radi. Nechtasi qo'chqor? Bittasi qo'chqor. Bittasi qo'chqor ekan, qolganlari sog'liqchi. 9.5 million bir joyga savdosi o'tdi. O'zlarini ko'rasizlar. Qaror 1,5 oylik, 2 oylik qo'zlar ekan. Men ko'rasiz aka, meni bozor. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti? Mana bumi? Qo'chqorchami bu? Qanchaga savdo bo'lyapti? 2800 yana savdosi bo'lib turgan realni ustiga kelib olamiz sizlarga, yolg'on savdo yo'q. Necha narx qo'ydingiz siz? Faqat 900 dan olingan. 2900. Arayingizga hech qancha qolmabdi aka. Kelishtirib yorildilar. Savdo bo'ldi pishdi bor aka. Bu qancha bo'ldi qo'chqorchami? Oldingiz. Qanchaga oldingiz? 2 million. 2,5 millionga olindi. Urg'ochimi, qo'chqorchami? Bor, baraka qiling. Kattaroqlarni ko'rsataylik. Bu qanchadan bo'ldi? Bu qo'chqorcha? 4 million narx qo'ydingiz. 4 oylik bor ha? 3,5 ha? 5 oylik bo'ldi. Qo'chqorchami? Necha savdo bo'ldi? 3 million 300 ga savdosi bo'ldi, berilmagan. 3 million 300 dan chiqsa beriladi. Oktyabrda qo'ysa, mana o'zlari narx chiqarib oldi. Kaç pul berasizmi buna? Men 27 beraman. Mana savdosi ustida bo'lib turibdi mana. 27 berdi. 2 million 700. To'g'risini ayt. 2 million 700. Qo'chqorcha bo'lishi kerak. Aka, necha pul savdo bo'lyaptimi? 27. 2 million 700 savdo bo'ldimi? 700 qilamman. Qilyapsiz ha? Bermayaptilar. Qo'chqorchami bu? Qo'chqorcha. Qo'chqorcha mana 2 million 700 qilar, 2,5 oylik qo'zimiz, 2,5. So'ri qo'y, so'ri qo'y. Mana qo'zimizni qoladi. Siz necha deyapsiz aka? Mush beryapti aka. 3 million narx qo'ydi. 8 oldim aka, bir narsa bering, qo'yib bering. Qancha bo'lyapti? 3 million so'rayapti aka. 3 million so'radi. Realni so'radimi? Qo'chqor. Qo'chqorcha ha? Necha baho qo'ydingiz? 36. 3600 bahosi qo'yildi. Biz sizlarga yana ko'rsatishda davom etamiz. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozoridan qo'zi qo'chqorlar narxlarini ko'rsatishda davom etamiz. Bu qo'zlar kimdan ekan? Sizdanmi qo'zlar? Meniki. Sizdan qanchadan bo'ladi qo'zlar? Aka 13 million 500 ga bermadim. Nechtasini? 6tasini. 1 2 3 4 5 6 da. 4 erkak, 2 ta urg'ochi. 4 ta qo'chqor, 2 ta sog'liqchasi bor ekan. Mana bular 3 oylikka yaqinlashib qolgan ekan, bular 2 oylik qo'zlar ekan mana. Bu bilan bu urg'ochi, bular erkak. Bu bilan bu urg'ochimi? Qolgan mana 1 2 3 4 tasi erkak. 4 tasi qo'chqorcha ekan mana. Narxlari o'zgarlik. Addelni savdo bo'ldimi, addelni? Adilni 2 million 400 dan bo'ldi mana urg'ochilar. 2 million 400 ming so'mdan savdosi realni bo'lgan holati ekan mana. O'zi so'raganlar uchun Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozoridan o'zlar narxlari. Sharofiddin Uz kanal. Xudo xolasa bugun chiqadi, podpiska bo'lib qo'ysangiz keyingi safar chiqaramiz. Telefon nomer qo'yamizmi? Hadi sotilib ketadi internetdan. Sotiladi, savdosi bormi? Bo'ldi, barakatini bersin.
Bu qo'chqorchamiz qancha bo'ladi? Real savdosi 40. 4 million 100 bo'ldim. 4 oylik oshgan ham 5 oylik. 5 oylik qo'chqorchamiz mana. 5 oylik qo'chqorchamiz 4 million 100 ming savdosi bo'ldi. Necha million baho qo'ydingiz o'zi? 300 bo'lsa oldim. 4 million 300 bo'lsa egasi beraman deyapti. Savdosi bo'ladimi bular? Qanchadan bo'ladi savdo? Bu sotildi 2 million 20 kam. 2 million 20 kam sotilib. Qo'chqorchami bu? Urg'ochi. Endi maskan 2 million sotilib. Baraka shakar. Yarim 2 oylik ko'zlar. Ne? Şu nakade savdo. Ben Bularning savdo. Rosta? hani o zaman baraka yok. Mana shu kichkina qo'zidan bir olaveraylik. Shu ham qolib ketmasin. Qancha savdo bo'ldi? 18 qilyapti. 1 million 800 savdo bo'ldimi? Nima deb urg'ochi nima? 2 million baho qo'yganmiz. 2 million bo'lsa ol deyapman. 18 qilyapti. 1 million 800. 1 million 800 dan chiqsa ham beraverim, sovuq qolib o'tirmang endi buni yomg'irga. Zo'r qo'zida bu 40 qo'zi. 40 qo'zi so'raganlarga mana ekan, kelinglar. Izi bormi yana? Bizi ko'p. Izi ko'p, telefon nomer. Qo'yamiz. Solmayman, men qari bo'lmayman. Telefon eslolmaysiz, mayli bo'ldi. Oy. Savdo bo'ldimi? Qanchaga? 2,5 million savdo bo'ldi, ha? Qo'chqorchami? Qo'chqorcha. 2,5 million savdo bo'ldi. Mana shu 2 oylik, 1,5 oydan boshqa 2 oylik qo'chqorchamiz mana. Nima kanal aka bu? Sharofiddin Uz kanali. Xudo xolasa bu Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozorida o'zi qo'chqorlar narxlari. Sotildimi? Sotildi. Qaysi birov sotildi? Pachkadan shuni. Mana shu ikkala sotildi. Bitta pachka ichidan chiqarib berdi, men mol sotdimda. 4 million 750 kelasi sotildi. Kelasi bir joyga 4 million 750 ming so'm sotilibdi. Bu qo'chqorchami nima deb? Sarg'achi bitta qo'chqorcha. Bittasi so'lcha ekan, bittasi qo'chqorcha ekan. 3 oylikka yaqinlashib qo'ygan qo'zilarimiz mana. Ko'ringizlar. Mana Choylak emas, 2 oylik aka. 2 oy. Mana real mana pul sanaydigan joylari mana. Haqiqiy savdo bo'lgan joylar. Sharofiddin Uz kanaliga kirsangizlar, xudo xolasa buni chiqarib qo'yadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizga kuzatib borayotganlar obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar.